Zudlik bilan barcha pensionerlarga aytmoqchi bo'lgan juda muhim xabarim bor. Bu masala faqat bugun pensiya olayotgan insonlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi yoki buyisi bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya masalasida kichkina xato, bitta hujjatning yetishmasligi yoki bitta muddatni o'tkazib yuborish odamning o'yma-o'y oladigan puliga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntiraman. Ilgari qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor kuchaydi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa shoshilmasdan tartib bilan harakat qilsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirgi qismda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish ko'p oilalarga yordam beradi. Pensiya masalasida eng katta muammo shundaki, ko'pchilik odamlar pensiya tayinlangandan keyin hamma narsa avtomatik hal bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya miqdori, hujjatlarning to'g'ri kiritilishi, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, qo'shimcha imtiyozlar va qayta hisob-kitoblar doimiy e'tibor talab qiladi. Ayniqsa yosh katta insonlar ko'pincha men pensiyamni olyapman, demak hammasi joyida deb yuradi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, odam bir necha yil davomida o'ziga tegishli bo'lgan miqdordan kamroq pensiya olib kelgan bo'ladi. Oldin ko'p ma'lumotlar qog'oz shaklida yuritilgan. Ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxonadan berilgan ish haqi haqidagi hujjatlar talab qilinar edi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, odam arxiv yurishga majbur bo'lardi. Ba'zan familiya o'zgargan, muhr xira tushgan, sana noto'g'ri yozilgan yoki lavozim nomi to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, bu ham muammo tug'dirgan. Natijada ayrim pensionerlar o'zining haqiqiy ish stajini to'liq tasdiqlay olmagan. Hozir esa raqamlashtirish kuchayib bormoqda. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi yaxshilanmoqda, elektron bazalar kengaymoqda, pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonida ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga, elektron bazada xato bo'lsa, hujjat eski bo'lsa, ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki ayrim davrlar umuman ko'rinmasa, pensionerning o'zi buni aniqlab murojaat qilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bugungi xabarning mohiyati shunday. Pensiyangizni shunchaki olish bilan cheklanib qolmang. Uni tekshirtiring. Asoslarini ko'rib chiqing, o'zingizga tegishli huquqlarni talab qiling. Eng avvalo, pensiya oluvchilar 3 ta muhim narsani bilishi kerak. Birinchisi, pensiya miqdori qanday hisoblanganini bilish huquqingiz bor. Ikkinchisi, ish stajingiz to'liq hisobga olinganmi yoki yo'qmi, buni tekshirishga haqlisiz. Uchinchisi, hayotingizdagi ayrim holatlar pensiya miqdoriga yoki qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir inson 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatlarda faqat 29 yil tasdiqlangan bo'lsa, pensiya hisobida 7 yil ko'rinmay qoladi. Bu 7 yil oddiy raqam emas. Bu odamning butun mehnat faoliyatining katta qismi. Agar o'sha davrda u rasmiy ishlagan bo'lsa, maosh olgan bo'lsa, korxona badallar to'lagan bo'lsa, bu davrni topish va tasdiqlash kerak. Aks holda u har oy kamroq pensiya olishi mumkin. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, opa 1995 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2005 yildan 2015 yilgacha boshqa joyda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar to'liq o'qilmagan, fabrikaning muhrida kamchilik bo'lgan. Pensiya hisobida 20 yillik birinchi davrdan faqat 1 yili qabul qilingan. Opa esa davlat hisoblagan bo'lsa, to'g'ridir deb yuravergan. Lekin farzandlari arxivdan ma'lumotnoma olib kelgandan keyin qo'shimcha 6 yil tasdiqlangan va pensiya qayta hisoblangan. Bunday holat juda ko'p uchraydi. Yana bir misol, aka uzoq yillar qurilish sohasida ishlagan. Ba'zi yillarda mavsumiy shartnomalar asosida ishlagan. Ba'zi yillarda esa boshqa viloyatdagi tashkilotda bo'lgan. Pensiya tayinlashda uning ayrim oylardagi ish haqi to'liq aks etmagan. Natijada o'rtacha ish haqi past ko'ringan. Keyin u eski korxona arxividan ish haqi haqidagi ma'lumotlarni oldi. Ma'lumotlar qo'shilgach, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish uchun asos paydo bo'ldi. Shuni tushunish kerak, pensiya faqat yillar soniga emas. Ayrim hollarda ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'ladi. Kimlar albatta xavotirlanishi va tekshirish kerak? Birinchi navbatda mehnat daftarchasida o'qilishi qiyin yozuvlar bo'lgan pensionerlar. Ikkinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish boshqarmasi
tuman tashkilotlari kabi hozir nomi o'zgargan yoki tugatilgan joylarda ishlaganlar. Uchinchidan, pensiyaga chiqishdan oldin bir nechta joyda ishlagan. Hujjatlari turli tashkilotlarda qolgan insonlar. To'rtinchidan, pensiya tayinlangandan keyin ham ishlagan va keyin ishni to'xtatgan pensionerlar. Beshinchidan, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya yoki imtiyozli pensiya masalasida alohida holati bor fuqarolar. Kimlar shoshmasdan, lekin baribir tekshirish kerak. Agar sizning ish stajingiz to'liq elektron bazada ko'rinayotgan bo'lsa, pensiya hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos bo'lmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli xizmat orqali pensiya hisobingiz bo'yicha tushuntirish so'rash foydali. Chunki xatolar har doim ham ko'zga tashlanavermaydi. Yana juda muhim masala bor. Ko'pchilik pensionerlar indeksatsiya, oshirish, qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalarni bir-biri bilan adashtirib yuboradi. Masalan, davlat pensiyalari oshirilishini e'lon qilsa, hammaning pensiyasi bir xil summaga oshadi deb o'ylash noto'g'ri. Ba'zida foiz bilan oshadi, ba'zida eng kam miqdorlar o'zgaradi, ba'zida ayrim toifalarga qo'shimcha belgilanadi. Shuning uchun qo'shnimniki 1000 so'mga oshibdi, meniki 9000 so'mga oshibdi, demak menga kam berishdi deb darrov xulosa qilish kerak emas. Avval hisoblash asoslarini aniqlash kerak. Masalan, bir pensioner 20.200.000 so'm olsa, ikkinchisi 2 million so'm olsa, foizli oshirishda ularning o'sishi bir xil summa bo'lmasligi tabiiy. Biri ko'proq, biri kamroq qo'shimcha oladi. Lekin agar eng kam pensiya miqdori o'zgarsa, eng past miqdorda pensiya olayotganlarga ta'siri boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir odam o'z holatini alohida ko'rib chiqish kerak. Endi istisnolar. Xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Pensiya masalasida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri bu hamma stajim mehnat daftarchamda bor, demak yetadi degan fikr. Mehnat daftarchasi juda muhim hujjat. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Ayniqsa yozuvlarni tuzatish, muhrdagi kamchilik, lavozim nomidagi noaniqlik, ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sana orasidagi mos kelmaslik bo'lsa, idora qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ayollarda farzand parvarishi davrlari. Ko'p onalar bolani parvarish qilgan yillarim stajiga kiradimi yoki yo'qmi deb so'raydi. Bu masala qonunchilikdagi aniq tartiblarga bog'liq. Har bir davr, har bir yil, har bir bola bo'yicha alohida yondashuv bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlar tartibli saqlansin. Chunki ayol kishi familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski ish joyidagi hujjatlarda bir familiya. Hozirgi pasportda boshqa familiya bo'lishi mumkin. Bunday holatda bog'lovchi hujjat bo'lmasa, tasdiqlash qiyinlashadi. Uchinchi jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu mutlaqo tabiiy holat. Lekin ishlash davridagi badallar, daromadlar, qayta hisoblash tartibi va muddatlari haqida aniq ma'lumot olish kerak. Har bir ishlagan oy avtomatik tarzda darhol pensiyani oshirib yuboradi deb o'ylash noto'g'ri. Qayta hisoblashning o'z tartibi, shartlari va muddati bo'ladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil ishlagan bo'lsangiz, bu davr hujjatlarda to'g'ri aks etganmi? Ish beruvchi zarur hisobotlarni topshirganmi? Buni tekshirish foydali. To'rtinchi jihat, arxiv hujjatlari. Ko'p odamlar eski tashkilot yopilgan bo'lsa, hujjatni topib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Tashkilot yopilganda uning hujjatlari ko'pincha davlat arxiviga, tuman yoki viloyat arxiviga, huquqiy voris tashkilotga yoki boshqa saqlovchi idoraga topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, eski paxta tozalash zavodi tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari viloyat arxivida turishi mumkin. Eski maktab, tibbiyot birlashmasi, qurilish tresti, transport korxonasi bo'yicha ham shunday bo'lishi mumkin. Muhimi, qidirishni to'g'ri boshlash. 5-jihat, sud orqali tasdiqlash. Ayrim holatlarda hujjat topilmaydi, lekin guvohlar bor. Boshqa bilvosita dalillar bor, odam haqiqatdan ishlagan. Bunday vaziyatda qonuniy yo'l bilan masalani ko'rib chiqish mumkin. Men hech qachon odamga hujjat yo'q ekan, endi bo'ldi deb aytmayman. Avval arxiv, keyin sobiq tashkilotning huquqiy vorisi, keyin boshqa tasdiqlovchi manbalar, zarur bo'lsa
yuridik maslahat va sud tartibi ko'rib chiqiladi. Albatta, har bir ish alohida, lekin imkoniyatlarni bilish kerak. Yana bir katta xato. Pensionerlar og'zaki javob bilan cheklanib qoladi. Masalan, idoraga boradi, xodim sizga tegishli emas yoki bunaqa qayta hisoblanmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men esa doim shuni maslahat beraman. Muhim masalada yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi. Yozma javobda sabablar ko'rsatiladi. Agar sabab noto'g'ri bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish osonroq bo'ladi. Og'zaki gapni esa keyin isbotlash qiyin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha pensiya va mehnat hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa, ular farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari. Ish haqi haqidagi spravkalar hammasi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, ish stajingizni oddiy qog'ozga yillar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1978 yildan 1994 yilgacha qayerda ishladingiz? 1994 yildan 1992 yilgacha qayerda ishladingiz? Keyin qayerga o'tdingiz? Har bir ish joyi yoniga taxminiy lavozim, tuman, tashkilot nomi, hozir u tashkilot bor yo'qligini yozing. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin tartibga solingan ro'yxat arxivga murojaat qilishda ham, pensiya bo'limida tushuntirish olishda ham katta yordam beradi. Uchinchi qadam. Yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qanday hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Siz mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji davrlari qabul qilingan, qaysi davrlar qabul qilinmagan, o'rtacha ish haqi qanday olingan, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rashingiz mumkin. Agar imkon bo'lsa, buni yozma shaklida qiling. Murojaatingizda aniq va sokin yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori va uni hisoblashda inobatga olingan ish staji bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. 4-qadam. Yetishmayotgan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1990 yildan 1998 yilgacha ishlaganman deysiz, lekin hisobda faqat 1990 yildan 1994 yilgacha ko'ringan. Demak, 1994-1998 yillar bo'yicha hujjat kerak. Shu davr uchun qaysi tashkilot arxiviga topshirganini aniqlaysiz. Tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki tashkilotning huquqiy vorisiga so'rov yuborasiz. So'rovda ism, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, ishlagan davringiz, lavozimingiz, tashkilot nomi va kerakli ma'lumot turi aniq yozilishi kerak. 5-qadam, hujjatlar orasidagi familiya, ism, sana farqlarini tekshiring. Masalan, pasportda Karimova Dilbar deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Karimova Dilorom deb xato ketgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1978 yil, boshqa joyda 1979 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday farqlar pensiya hisobida muammo tug'diradi. Buni oldindan aniqlasangiz, tuzatish yoki tasdiqlash yo'lini topish osonroq bo'ladi. 6-qadam, hech qachon vositachilarga ko'r-ko'rona ishonmang. Men pensiyangizni oshirib beraman, falon pul bering degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Agar haqiqatan ham sizga qo'shimcha staj yoki qayta hisoblash tegishli bo'lsa, buni rasmiy murojaat bilan hal qilish mumkin. Agar tegishli bo'lmasa, hech kim qonuniy asos bo'lmagan pulni barqaror qilib bera olmaydi. Shuning uchun har doim rasmiy idora, yozma javob, hujjat va qonuniy tartibga tayaning. 7-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Yosh katta insonlar ba'zan idoraga borishga qiynaladi. Ariza yozishni bilmaydi. Elektron navbat yoki onlayn xizmatlardan foydalana olmaydi. Agar sizning ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ulardan shunchaki pensiyangiz tushdimi deb so'rash bilan cheklanib qolmang. Bir marta hujjatlarni ko'rib chiqing. Ish stajlari to'liqmi? Eski ish joylari hisobga olinganmi? Pensiya oshirilganda to'g'ri qo'llanganmi? Aniqlashga yordam bering. 8-qadam. Har bir javobni saqlang. Pensiya bo'limidan olgan ma'lumotnoma, arxiv javobi, yozma murojaat nusxasi, qabul qilinganligi haqidagi belgi. Elektron javoblar hammasini alohida papkaga joylang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga juda muhim bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa qayta hisoblash yoki nizoli holatda hujjatlarning izchil saqlangani katta ahamiyatga ega. 9-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa,
darrov tushkunlikka tushmang. Rad javobining sababini o'qing. Balki hujjat yetishmagandir. Balki noto'g'ri idoraga murojaat qilgandirsiz. Balki so'rovda davr noto'g'ri ko'rsatilgandir. Rad javobi asosli bo'lishi ham mumkin, asossiz bo'lishi ham mumkin. Agar tushunmasangiz yuridik maslahat oling yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Eng muhimi, jarayonni hujjat bilan olib boring. 10-qadam pensiyangizdagi har bir o'zgarishni kuzating. Bank kartangizga tushgan summa kamayib qolsa, kechiksa yoki odatdagidan farq qilsa, sababini aniqlang. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan qayta hisoblash bo'ladi. Ba'zan biror ushlab qolish bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham mayli, keyingi oy ko'ramiz deb yuravermang. Ayniqsa bir necha oy davomida farq saqlansa, albatta murojaat qiling. Yana bir amaliy misol aytaman. Otaxon 42 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda past tuyulgan. Farzandi hujjatlarni ko'rib chiqsa, otaxonning 1970-yillardagi harbiy xizmatdan keyingi ish davri kiritilmagan. Sababi mehnat daftarchasida sahifa yirtilgan, arxiv ma'lumoti esa olinmagan. Arxidan tasdiqlovchi hujjat topildi. Pensiya bo'limiga yozma murojaat qilindi. Natijada ish staji qayta ko'rib chiqildi. Bu jarayon bir kunda bo'lmaydi, lekin tartib bilan qilingan harakat natija berishi mumkin. Yana bir vaziyat, onaxon pensiyaga chiqqandan keyin ham maktabda qorovul bo'lib 5 yil ishlagan. U men ishladim. Demak, pensiyam avtomatik oshgan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, ayrim davrlar bo'yicha ish beruvchining ma'lumotlari to'liq aks etmagan. Shundan keyin maktab buxgalteriyasidan va tegishli idoralardan ma'lumotlar tekshirildi. Demak, ishlayotgan pensionerlar ham o'z mehnati bazada to'g'ri ko'ringanini tekshirish kerak. Men alohida ogohlantiraman. Pensiya mavzusida mish-mish juda ko'p bo'ladi. Hamma pensionerga falon pul berilar ekan. Kim bugun bo'lsa, pensiyasi 2 barobar bo'lar ekan. Darrov qo'shimcha chiqarkan degan gaplarni eshitsangiz, darhol rasmiy manbadan tekshiring. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng xavfli narsa noto'g'ri umid va noto'g'ri harakat. Odam vaqtini yo'qotadi, asabiylashadi, ba'zan keraksiz xarajat qiladi. Shuning uchun har bir xabarni rasmiy tartib, hujjat va qonunchilik asosida tekshirish kerak. Bugungi eng muhim fikr shuki, har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganmi? Qo'shimcha huquqlar bormi? Qayta hisoblashga asos bormi? Bularni tekshirish kerak. Ayniqsa eski korxonalarda ishlagan, hujjatlarda kamchilik bo'lgan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan yoki oilaviy holatida hujjat o'zgarishlari bo'lgan insonlar bu masalaga befarq bo'lmasin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Pensiya bo'limidan tushuntirish so'rang. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Har bir ishni yozma va rasmiy tartibda qiling. Shunda siz o'zingizga tegishli huquqni aniqroq himoya qila olasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Pensiyangiz bo'yicha savol tug'ilganmi? Arxivdan hujjat olishga to'g'ri kelganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki vaqtida aytilgan bitta ma'lumot kimningdir oyma-oy oladigan pensiyasiga va butun oilasining tinchligiga ta'sir qilishi mumkin.